Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlarga uy sharoitida ich qotishini oldini olish yo'lini aytaman. Mana bu chiya urug'i, bu zig'ir urug'i. Bir osh qoshiq bundan kechqurun 200 gram kefirga tuyulgan holatda solinadi. Zig'ir urug'i bir osh qoshiq, bir choy qoshiq chiya urug'i. Ikkalasi kechqurun solib qo'yiladi va uyqudan oldin ichib yotiladi. Ich qotishlarni Xudo xohlasa hazm tizimlarini bir hafta uzog'i 10 kunda juda ham yaxshi rezultatga erishiladi. Xo'p, bundan tashqari har bir kasallikni kelib chiqargan sababi bor va asorati bor. Ich qotish bu kasallikning bir asorati bo'lishi ham mumkin. Ich qotishning endi sabablari ko'p. Masalan, gemoglobin tushib ketsa ham ich qotadi. Bo'qoq zobdan ham ich qotishlar holatlari bo'ladi. Agar ichakda va noto'g'ri ovqatlanishdan bo'ladigan bo'lsa, chiya urug'i va zig'ir urug'i juda ham zo'r yordam beradi, Xudo xohlasa. Yoki-da buni iste'mol qilgandan keyin ham o'zgarish bo'lmasa, demak bilingki, kasallik boshqa tomonda. Bu faqat siz asorat bilan kurashgan bo'lib qolasiz. Aslovnoy kasallik sababini yo'qotish uchun birinchi o'chratda har bir kasallikni ildiziga yetish kerak va uni o'rganib chiqish kerak. Kim agar ich qotish muammosi bo'lsa, qilib ko'rsin. Zig'ir urug'i, chiya urug'i, bir osh qoshiq zig'ir urug'i, bir choy qoshiq chiya urug'i, 200 gram kefirga kechqurun solib qo'yiladi. Tuyulgan holati ikkalasini ham kofemolkadan o'tkazib tuyiladi. Kechqurun solib qo'yiladi. Yotishdan oldin bir mahal ichiladi. Yana shuni qilib ko'ringlar va natijasini kommentariyada yozinglar. Agar o'zgarish bo'lmasa, Telegram gruppamizga o'tsalar, Xudo xohlasa qo'ldan kelgancha yechimini topib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.